Hammaga assalomu alaykum. Biz mana bugun obyektimizni tugatdik. Bu yerdagi obyekt Tojikiston Respublikasi Dushanbe yaqinidagi Bo'xtar shahrida joylashgan. Yo'ldaga obzor qilib bering aka. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Ushbu ishimiz Tojikiston Qo'rg'ontepa eski nomi hozirgi Bo'xtar shahrida bo'ldi, Zargar qishlog'ida bo'ldi. Xo'p, bu obyektimizda nimalar bo'ldi? Mangal bo'ldi, 80 tarik obyektni hamma biladi buni. Va 5 kilolik qozon bo'ldi. Xudosi cho'tki bo'ldi, yoqib tekshirdik buni ham, hammasi zo'r. Xo'p, yo'qda. Bitta 50 litrlik qozon qo'ydik, alyuminiyning. Bu qozon ham xudosi hammasi cho'tki bo'ldi. Ishlari ham zo'r hammasi. Xo'p, bu tarafda katta, hamma biladigan o'zimiz sumalak qiladigan qozonimiz. Bu qozonni hozirlar qilgan, to'g'risini aytsam, men o'zim ishtirok etmaganman. Ozgina chalasi bor edi, o'shanga keldik. Xudosi bitirdik, hammasi zo'r bo'ldi. Va ikkita demoxod bo'ldi, ikkita 125 tarik turba qo'yildi. Va mana bu narsani endi ko'rsatmasak bo'lmaydi, xudosi tandir. Bu tojik tandir bo'ladi. Tojiklar shunaqa katta noyob ekan, shuning katta tandir qo'yildi. Bizga o'xshab bunchagina ko'chatcha emas ekan. Mana shunday mana katta noyoblar ekan. Shuning uchun xudosi vaqti bomba chiqdi bu ham. Sexkalar ham hammasi bo'ldi. Va bu yerda katta moykiga joy va bu zona. Xudosi bizlarni ishlarimizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska ayamang. Xudosi bundan-da yaxshi videolar qo'yishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Tojikiston Bappesh. Tojikiston Bappesh. Gap yo'q.